Men O'zbekistonda umuman mehribon bo'la olmas ekanman. Xullas, men bugun bitta eksperiment o'tkazib ko'rdim. Ya'ni to'liq kun men faqatgina mehribonchilik bilan ulashaman. Va qarabsizki, ko'chaga chiqishim bilan ushbu eksperimentga hamma bitta joyini qo'yib yoribdi. Magazinga kirib turib bitta dona sirok olaman desam, muomalasini ko'rganingizda prosta basharasiga tupriginglar kelardi. Qarasho, bunga ham jahlim chiqmadi. Mashinaga o'tirdim. Ana endi boshlandi-yu. Yo'ban! Ko'chamdan chiqyapman, bitta opa orqamdan tirab olganlar. Opamga aytayapman, "Opa, orqaga o'tib turing" desam, "Voy, sizda joy bor-ku, oldinga o'ting" deyaptilar. Okey, хорошо. Xo'p, men shunda oldinga oldim. Oldiga kirib oldilar, parkovkaga, keyin men chiqib ketdim. Хорошо. Keyin men buvim oldiga yo'lga chiquvdim. Mahallaga kirishim bilan bitta oq Cobaltda bitta bratim shunda mashinada yugurib o'tib ketyaptilar. Bilmayman nimaga uni qatga shoshilishyapti, bilmayman. Bugun yakshanba. Keyin reska to'xtadi-da, chunki meni ko'rdi. Menga qarayapti-da, nimadirlar gapiryapti. Endi menga aytinglar, nimaga men bunaqa insonlarga kulib turib muomala qilishim kerak? Конечно, bratimni ozgina so'kdim. Qarabsizki, bu eksperiment ham ko'tiga kirib ketdi. Rahmat!